Assalamu alaykum. Mening ismim Dilnur. Men Sharqiy Turkistonlik Uyg'ur. Men ailemdagilar to'g'riliq yana bir qatim guvohlik bermoqchi. 2017-yili 4-oydan boshlab meningki ailemdagilar bilan bo'lgan aloqam butunlay uzilgan. Hozirgacha men ailemdagilar bilan aloqa qilmay keldim. Yaqinda boshqalardan olgan uchurimda opam lagerdan chiqibdi. Uningki 20 kilo urug'lab ketgandan boshqa hech qanday uchurini uqolmadim. Onun ahvali to'g'riliq hech qanday ma'lumot ololmadim. Yaqinda menga kelgan yana bir ma'lumotda mening barliq urug' tuqqanlarim meni qaytirib akitish haqida Xitoy hukumati va Xitoy soqchilarininki davomli paragandchilik va besimga uchrab kelyapti. Xitoy hukumati chet elda yashayotgan ma'xush Uyg'urlarni qaytirib akitish uchun qo'ldan keladiganlik vositalarning hammani qo'llanib keldi. Bizga davomli besim qilib, davomli paragandchilik silib keldi. Men Uyg'urlarninki beshiq kelgan bu zulmlarni dunyoga anglatish uchun o'zimninki ailemdagilar to'g'riliq bu guvohlikni berib chiqdim. Chet elda yashayotgan barliq Uyg'ur qarindoshlarimninki o'zininki oilasi to'g'riliq guvohlik berib, Xitoyning bu yolg'onchiliklarni oshkorlashini umid qilman ham ularning guvohlik berishini tavsiya qilman. Bugun Shuhrat Zokir lagerdagi odamlarning hammani qo'yib berdik degan bayonotni berdi. Men so'rab boqay, bizning urug' tuqqanlarimiz nima uchun lagerga so'ldi? Biz chet elda yashaganligimiz uchun bizning urug' tuqqanlarimizningki shu zulm, shu azoblarni tortishi normal ishmi? Hech bir gunohsiz odamlarni opirib shuncha zulmlarni sep bugun qo'yib berdim deblar hammani tugatmoqchimi? Uyg'urlarning beshiga kelgan bu zulm, bizning beshimizga kelgan bu kunlarni dunyoning anglashi uchun barliq Uyg'ur qarindoshlarimninki o'rnidan dast turib, ularninki qilayotgan yolg'onchiliklarni, saxtapazliklarni, setayotgan sapsatlarni oshkorlashini umid qilaman. Rahmat.